Ukam nima ekan bu, Shodiyor? Bu bedana tuxum bu. Bedana tuxum sotuvdami, sotyapsizlarmi? Sotyapmiz ha. Bo'ldi. Nech pul ekan mana bittasi? Bittasi 8000 so'm pachkasi. 8 ming. Okam menimcha olgani keldi-la. Assalomu alaykum. Mana bu bedana tuxumni eshitib keldik, promoy mana joyiga keldik. Bo'ldi mana okam mana joyida ushamiz joyi, okam mana. svejilari. Bo'ldi mana. Hammaga tavsiya qilamiz. Bo'ldi. Farzandlaringga beringlar. Xo'p, yeyishga olsinlar Arzon mana. emas, ha, yeyishga Mana katta farzandlarimga. sifatli mana bedana tuxumi Sifatli bor. tuxum. Obunachilarimizga. Hammaga tavsiya beraman. Bo'ldi, aka, rahmat. Sizlar obunachilar, aka-ukalar, Promoys fermadan, bedana fabrikadan sizlarga bitta video obzor qilib beraman. Xullas, mana shu turishi 8000 ekan. Bu yeyiladigan. Donasi 375 so'mdan aylanyapti. Akalar Toshkentda buni 500 so'm, 600 so'mdan kamida sotilayotgan ekan. Agar ko'proq olganga yana optim narxda Promoy fermadan, Promoy joydan qo'yib beraman sizlarga obunachilarim. Ko'ringlar mana. Keyin, yana bitta narsa. Mana shuncha tuxum bor ekan. Voy. Bosib tashlaymiz obunachilar. Osh qiladiganlar bormi, boshqa keyin tuxumni qaranglar, katta. Okalar, tuxum katta. Kichkina emas tuxumlar. Keyin qaranglar okalar, ochiriladigan inkubatsiyali tuxumlar ham bor bu yerda. Aloqaga chiqasizlar, narxini so'radim, 8 so'mdan qilib berishar ekan. Habibulloh, sizni obunachilaringiz uchun 8 so'mdan qilib beramiz deyishdi, ochiriladigan tuxumini. Mana bunaqa yeyiladiganini sizni obunachilaringiz uchun 7,5 mingdan berib yuboramiz deyishdi okalar. O'zi mana ko'rdinglar, ko'chaga 8 ming sotishayotgan ekan. Habibulloh, sizni Instagramdan chiqishsa 7,5 mingdan berilar ekan. Mana bittasi 7,5 ming. Menimcha buni bilgan biladi, bedana tuxum okalar. Promoy zavoddan. Royal Hunter Fazan House o'ziga obuna bo'linglar okalar. Mana ochiriladigan tuxum ham bor, yeyiladigan tuxumlar ham bor ekan okalar. Bedanani go'shi ham bor ekan okalar. U esdan chiqibdi. Narx-navosini pastda nomer qoldirdim. Promoy birinchi qo'l. Mana jonivorlar.